keyingi misollarimizni boshladik. Keyingi misollarimiz nechinchi? 76-misolimizdan boshlayapmiz yana. 76-misol. 76. Endi harfchi kichkinib qoldi. 76. Xo'p. Kubi nechi deyapti? 12 va 8 ko'paytiruv kub 12 bilan 8. Kub bilan kubni nima qilgin deyapti? To'p ko'paytirib qo'ygin deyapti, xolos. Demak, 12 bilan 8 topamiz. 2 ga bo'lamiz. 6 to'rt 2 ga bo'lamiz nechi? 3 2 1. Xo'p, kubimiz 4. Kubimiz necha bo'lyapti? 4 kara 3 ko'paygan 2. 6 bo'lsa 24. Endi ko'paytir deyapti. Ya'ni 4 kara 24 ni ko'paytirsam 80 96 ekan. Xo'p, bu yerda misollar hammasi bir xil ekan. 79 dan boshlab ketyapmiz, qarang. 79-misol. 79-misolda nima deyapti? 79da xo'p, ikkita natural sonning ekubi mos ravishda. Sizga qoidani o'rgatdik. Ikkita natural sonni ekubi a b bilan ko'paytiruv k a b ko'paytirmasi o'sha sonlar ko'paytirmasiga teng dedik. Shu qoidaga ko'ra k 6 ga ekan. Ekubi 6 ga k nechiga teng deyapti? 72 deyapti. Endi shu sonlar o'zini ko'paytirmasini top deyapti. Biz qoidaga ko'ra 6 kere 72 qilib qo'ysak bo'ldi. 6 kere 72 hop 420 12 432 ni beradi. Hop, bu yerdagi bu ham keyingisi ham shunaqa ekan. 81-misolimizga qarasangiz, 81. Ikkita sonni ko'paytirmasi 720. Demak, a ko'paygan b 720 ga teng ekan. Hop, kubi kubimiz teng 12 ga teng ekan. Bo'lsa bu sonni kubini top deyapti. Kubini top bergan deyapti. Siz bilan hozir qoidaga ko'ra x ko'paygan 12 teng 72 bo'lsa x teng necha chiqadi? 60 degan javobimiz chiqadi. 82-misol. 82-misol. 82 natural sonni ko'paytirmasi shunga, kubi shunga teng deyapti. Demak, bu ham xuddi shunaqa ekan. A ko'paygan b 7200. Xo'p, kubi 10 bo'lsa, yana kubni to'g'ri bergan deyapti. Xo'p, demak, x ko'paygan 10 teng yana necha? 7200 bo'lsa, x teng 720 tenglamani yechib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, bu yerda ham shunaqa ekan. Bu yerda ham shunaqa ekan. Keyingisi 85. 85-misolimizga qarayotgan bo'lsak. Xo'p, bu misolimizda nima deyapti? Ikkita o'zaro tub sonning ekuki. O'zaro tub degani ikkalasi ham baravar nechaga bo'linadi? 1 ga bo'linayotgan sonlar. Ekuki. Ekuk degani umumiy maxraj degani. Ikkovi ham 84 ekan umumiy maxraj. Ya'ni qanaqadir a b sonlarimiz baravar necha ekan bo'luvchisi 84 ekan. 84 bo'luvchisi ekan. Endi bu sonlar ko'paytirma. Demak, bu sonlarni ko'paytirmasi ham nima bo'ladi? 84 bo'ladi. A ko'paygan b ham 84 bo'ladi. Nimaga? Chunki bular o'zaro tub, faqat 1 ga bo'linayotgan sonlar, boshqa songa bo'linmaydi. O'shaning uchun. Xo'p, 86-misolimizda tub sonlar bo'lsa deyapti. A soni esa mana x ning kubi, y p ning kvadrati. Keyingi sonisi-chi x ning kvadrati p t ning kubi ekan. Endi bizdan kubi ekukini toping dedi. Yetdi mana. Baravar nechiga bo'linadi? Mana shu yerdagilar past kichkina darajalisini olasizda. Bir xil harflar mana x kvadratini olasiz. Keyinchi p ni olasiz. Sizdan nima qoladi? X kvadratni chiqarib olsangiz x qoladi, y qoladi, bitta p qoladi. P ni bittasiga bo'lib yubordik. Bu yerda nima qoladi? Hech bo'la qolmaydi. Bu ham p ham ketadi. T ning kubi qoladi. Endi bular baravar bir xilga bo'linayotganlar bormi bu ikkala sonda? Yo'q, bir xil harflisi yo'q. Demak, 1 ga bo'linadi mana. Mana t ning kubida bu. Endi xatimiz nimagadir xunuk bo'lib qoldi. Yozuvimiz. Buni yozamizmi? Shunday yozsak yaxshi. Yo'q, uni qani. Munosib ko'paytiraylik.
Xo'p, endi e kubi. E kubimiz nima bo'lyapti? X kvadratu p bo'lyapti. E kuk. E kukimiz nima bo'lyapti? O'z-o'zidan mana shular ko'paytirmas. Ya'ni x ning kubi, xo'p, y, xo'p, p ning kvadrati, t ning kubi. Mana shu e kuk bo'lyapti. Keyingi misolimiz shunaqa. Endi o'zingiz yechib qo'yasiz buni. Xo'p, 88-misolga qaraymiz. 88-misol. O'zaro tub sonlar juftligi hosil qilish uchun sonini har birini qanday natural songa bo'lish kerak deyapti. Demak, 330 bilan 42 ni qanaqa songa bo'lsang, mana bu yerda oxirida chiqqan son o'zaro tub bo'ladi deyapti. Demak, buni bo'luvchilarga ajratish, ko'paytuvchilarga ajratib chiqamiz. 2 ga bo'lsam 150 ga 165 mi? Xo'p, bunimizchi 210. Xo'sh, 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'lsam 70, 3 ga bo'lsam 55. Xo'p, endi 5 ga bo'linadi o'z-o'zidan. 5 ga bo'lsam 11. Xo'p, 5 ga bo'lsam 14. Mana shu yerda chiqqan natija ikkalasi ham barobar 1 ga bo'linadi. Mana shu ikkala juftlik nima bo'ldi mana? O'zaro tub bo'ldi mana. Endi buni nechiga bo'lish kerak desangiz, mana ularga bo'lish kerak. Mana ya'ni e kub. Ya'ni 2 ko'paygan 3 ko'paygan 5 ko'paytirsam 30. Mana 30 ga bo'lsam o'zaro tub sonlar juftligi hosil bo'lar ekan. Keyingisi 89 ham shunaqa. 89-misolda xo'p, hosil qilish uchun sonni har birini qanday natural songa bo'lish kerak deyapti. 125 bilan 240 ha? Xo'p, bo'lib chiqyapti. 2 ga bo'lsam xo'p, ne chiqadi? 2 ga emas, 5 ga uzr. 5 ga bo'lsam 25, 48. Xo'p, bo'ldi. 25 bilan 48 o'zaro tub, boshqa songa bo'linmaydi barobar. Barobar 1 ga bo'linadi xolos. Demak, nechiga bo'lishim kerak ekan? E kubi 5 ga bo'lib qo'ysam bo'ldi ekan. Endi 90. 90 ga e'tibor bersangiz, 2n u 5n. Ha, u berilgan soningiz turibdi. Endi bizdan nima so'rayapti? E kuk ekan bu o'zi. E kuk 100 ekan. Bu degani 100 degani nima degani? 100 ni tub ko'paytuvchiga ajratib olsangiz, 2 xo'sh 50 2 25 5 5 5 1. Demak, 100 teng ekan. 2 ning ikkinchisi, 5 da ham ikkinchisi. E'tibor bersangiz, mana bu yerda nlar so'rayapti bizdan. N teng nima deb yozib qo'ysam bo'ldi? 2 deb yozib qo'ysam bo'lgani. Xo'p, keyingi misollarimiz 91-misoldan boshlaymiz. 91 da e kubi. E kubimiz necha ekan? X y teng 12 ekan. Endi x ga y qo'shsam necha ekan? 96 ekan. Xo'p, endi biz birinchi qilayotgan ishimiz nima? Bitta osonroq yo'li. E kubi 12 bo'lish uchun xo'p, 96 dan 12 ni ayirtashyapti. 84 chiqadi. Demak, biz nima qilamiz? Juftlikni olyapmiz. Ya'ni qanaqa juftlik? 12 bilan 84 juftligini olaveramiz. Ya'ni nimaga? Chunki e kubi 12, ikkalasi ham 12 ga bo'linadi. Yig'indisi ham necha? 96. Endi bu narsani teskarisi ham bo'laveradi. 84 u 12 ham bo'lishimiz mumkin. Endi keyingisi xo'p, endi qarang, 12 buni oldiga. Xo'p, endi keyingisini qarang. Endi keyingisiga yana 24 bilan 24 da ayirtasam necha? 12 ni 2 ga ko'paytirdim-da. 24 da ayirib tashlasam 72 mi? 72. Xo'p, ikkalasi 96 yig'indisi, lekin e kubimiz nima chiqmaydi? 12 chiqmaydi. Ha, e kubi 24 chiqib qoladi. Shuning uchun bu juftlikni olamiz. Keyingisi yana 12 qo'shsam 36 bilan necha? 36 bilan 60 mi? 36 bilan 60. Xo'p,
Demak, nima bo'ladi? Bu ham 12 ga bo'linadi, bu ham 12 dan katta bo'luvchisi yo'q bulardi. Ha, demak buni olamiz. Demak, buni teskarisini ham olamiz, lekin 60 bilan 36. Keyingisi 12 qo'ysam 48 bo'lib qoladi. Uni ololmaymiz, ha? 48 bilan 48 2 kubi 12 bo'lib qoladi-da. 12 bo'linmay qoladi. Shuning uchun buni ola olmaymiz. Demak, bizda javobimiz qaysi bo'lyapti? 12 84. Keyingisi xo'p 36 60. Keyingisi 60 36. Xo'p, keyingisi 84 12 bo'ladi. Yig'indisi 96 ga teng, kubi nechiga teng? 12 ga teng bo'lgan sonlarimiz. Xo'p, keyingisi mana keyingisida ko'raylik. 92. 92 da qarasangiz kubi. Kubi nechiga teng ekan? X y 15 ga teng ekan. Xo'p, endi yig'indisi nechi? 150 ekan. Xo'p, nima ish qilamiz bunda? Yana qarang. Birinchi juftlikni topish uchun 150 dan 15 ta ayirib ko'ramiz. Ayirsam nechi chiqadi? 135. Demak, u juftligimiz nechi? 15 bilan 135 bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki yig'indisi 150, ikkovini ham kubi nechiga teng? 15 ga teng. Endi boshqa yechilishlar bor. Misol uchun 15 degani nima degani edi? 3 ta birinchisi, 5 ta ham birinchisi. Bu degani berilgan AB, ya'ni x sonimizda nima ham bor? 3 ham bor, 5 ham bor. Darajasini bilmaymiz. Y sonimizda-chi? 3 ham bor, 5 ham bor. Demak, ikkalasida ham borning darajasi kichkinasi qaysi? 3 bilan 5. Endi boshqa sonlar ham bo'lishi mumkin-da bu yerda. 2 bo'lishi mumkin, 7 bo'lishi mumkin va hokazo. Lekin yig'indisi 150 dan oshib ketmasligi kerak. Shuning uchun biz mana shu juftlikda olyapmiz. Endi yana 15 ga 15 ni qo'shyapmiz. 15 ga 15 ni qo'shsam 30. 150 dan 30 da ayirsam necha bo'lib qoladi mana? 30 bilan nima juftlik bo'lyapti? 120 bo'lib qolyapti. Xo'p, yig'indisi 150, lekin kubi nima emas bularda? 15 emas, kubi nechi? 30 bo'lib qolyapti. Shuning uchun buni nima qilamiz? Ololmaymiz. Endi 45 qilamiz, sherik. 45 qilsam nechi bo'ladi? 45 bilan 105 bo'ladi. Yig'indisi mana 150 ga teng, kubi ham 15 ga teng. Mana ikkalasi bo'lyapti hozircha. Keyingisi 60. 60 olayotgan bo'lsam 90 bilan 60 ga yo'q, 30 bo'lib qoladi. Xo'p, 75 olayotgan bo'lsam 75 bo'lmaydi. Keyingisi 90 olayotgan bo'lsam 90 60 bo'lib qolyapti yana. Yana 15 qo'shayotgan bo'lsam 105 45 yana. Yana 15 qo'shayotgan bo'lsam 120 30 bo'lmaydi yana. Nechi bo'ladi? Xo'p, 135 15 juftligi bo'lyapti mana. Bizda 4 ta juftlik bo'lyapti. Qaysilar bo'lmayapti? Misol uchun hozir bizda xo'p 60 bilan 90 bo'lmayapti. Yig'indisi 150, lekin kubi nima emas? kubi 15 emas. Bularga 30 bo'ladi buniki ham. Xo'p, keyingisi necha bo'lmayapti? 75 bilan 75. Xo'p, yig'indisi bu, lekin kubi 75 ta o'zi bo'lib qoladi buni. Buni ham olmaymiz, buni ham olmayapmiz. Xo'p, keyingisi 120 bilan 30 mana. 120 bilan 30. Buni ham kubi necha bo'lib qolyapti? 30 bo'lib qolyapti. Shuning uchun olmayapmiz. Mantig'iga tushundingiz? Demak, bizda to'g'ri javobimiz mana shu variantlar bo'lyapti. Xo'p, keyingisi 93-misol. 93-misolimizda kubi x y 11 ga teng ekan. X bilan y yig'indisi necha ekan? 99 ekan. Endi kubi 11 bo'lsa, nima qilyapmiz? 99 dan 11 ta ayirtirsa necha chiqyapti? 88. Demak, birinchisi 11 bilan 88. Xo'p, keyingisi 22. 11 qo'shyapmiz. 11 ga 11 ni qo'shyapmiz. 11 ga 11 ni qo'shsak necha chiqadi? Keyingisi 22 bilan 77. Bo'ladimi? Yig'indisi 99, ikkovi ham 11 ga bo'linadi. Xolos, eng kattasi. Xo'p, keyingisi xo'p 33. Bo'ladimi? 33. Qarang, 33 bilan necha bo'ladi? Hozir 99 bo'lsa 66 bo'ladi. 33 bilan 66. Yig'indisi 99, lekin kubi 33 bo'ladi. Bizda kubi necha bo'lishi kerak? 11 bo'lishi kerak. Keyingisi 44 bilan necha?
55 bo'laladi. Ikkovi ham 11 ga bo'linadi xolos. Keyingisi 66 bilan 33. Bo'lmaydi, bunda ham 33 2 bo'lib bo'lyapti. Keyingisi 77 bilan 22 o'zi mana takrorlanishni boshlaydi. Keyingisi nechi? Xo'p, 88 bilan 11. Mana shu juftliklarimiz qanoatlantiradi. 94-misolimiz. 94-misolimizda nima deyapmiz? Xo'p, e kubi x va y teng 20, x plus y teng 140 ekan. Xo'p, demak, biz yana nima qilyapmiz? 140 dan 20 ni olib tashlasam ne chiqadi? 120 chiqadi. Demak, biz 20 bilan 120 ni olamiz. E kubi necha chiqyapti? E kubi 20 chiqyapti. Xo'p, keyingisi 40 20 qo'shaveramiz-da. 40 bilan xo'p 100 ni olamiz. Chunki ikkovini ham e kubi 120 60. 60 bilan 80 olamizmi? Albatta 60 ga ham 80 ga ham e kub necha bo'ladi? 20 bo'ladi. Xo'p, keyingisiga 80 qo'shamiz, 20 qo'shamiz. Endi 20 bo'lsa 60 80 bo'ladi yana. Xo'p, keyingisiga 100 bilan 40 bo'ladi mana. Keyingisiga 120 bilan 20 bo'ladi. Endi undan oshig'i yo'q. Chunki eng minimal soningiz 20 bo'lishi kerak bitta tarafi, eng kattalarni yozyapmiz. 20 bo'lganda bu, 40 bo'lganda bu, bittadan 20 kamaga ketyapti, ba'zan shuni oshib ketyapti. Xo'p, endi 95-misolimiz bu tarafda ekan. Xo'p, 95-misol. 95-misolimizda yana e kubi necha ekan? X y 9 ga ekan. X plus y teng 99 ekan. Xo'p, 99 dan 9 dersam 90. Demak, bittasi 9 bilan 90 ekan. Endi bitta qo'shib ketaveramiz. 18 bilan 9 qo'shib ketaverasiz-da, 81. Bo'laverami 18 bilan 81? Yig'indisi 99, e kubi 9. Keyingisi 27 bilan 72. 72 bo'laveradi bu ham. Ikkovi ham 9 ga bo'linadi. 9 dan katta songa bo'linmaydi. Yig'indisi 99. Keyingisi xo'p 36 bilan 63. 36 bilan 63 faqat 9 ga bo'linadi. Bundan katta songa bo'linmaydi. To'g'ri bo'laveradi. Xo'p, keyingisi. Xo'p 45. 45 54. Faqat 9 ga bo'linadi xolos. Boshqa songa bo'linmaydi. Endi teskarisi ketaveradi hammasiniki. 54 45. Xo'p 63 36. Xo'p 72 27. Keyingisichi 81 18 90 90 90 bilan 9. Mana shular hammasi e kubi 9, yig'indisi 99 ga teng bo'lgan sonlar. Keyingi 96-misolimizga qarayapmiz. Xo'p, bu misolimizda e kub deyapti. X y 72 ekan. X ko'paygan y teng 432. Xo'p. Demak, e kubini topa olishimiz mumkinmi bu yerda? E kubini topsam ne chiqadi? Formulamiz bor edi. E kub bilan e kubni ko'paytmasi ikkala sonni ko'paytmasiga teng. 72 bo'lsa, e kubi ne chiqadi? 6 chiqadi. Demak, e kubi 6 bo'lgan sonlarimiz. Demak, bu sonlarimizni o'zi, demak, 6 bilan 72 juftligini olamizmi? Albatta olamiz. Nimaga buni qilyapmiz? Ikkita sonni ko'paytmasi bu sonni e kub bilan e kubni ko'paytmasiga teng dediku. Demak, shu x'imiz 6, y'imiz 72 bo'lishi mumkin. Chunki e kubki 72, e kubi 6 ga teng. Endi keyingisi, agar 6 qo'shayotgan bo'lsak bunga, 6 qo'shayotgan bo'lsak 12 bo'ladi. Endi 432 12 ga bo'linadimi degan savol topishimiz kerak-da. Keyin chunki ko'paytmasi nima bo'lishi kerak? Ko'paytmasi o'sha songa bo'linishi kerak. Demak, 432 bo'lamiz 12. 36 chiqyapti. 12 bilan 36. Hop, e kubki nima bo'ladi unga? 36 ni o'zi bo'lib qoladi, qarang. 12 bilan 36 qilayotgan bo'lsam, e kubki necha bo'lib qoladi? 36 bo'lib qoladi. 72 bo'lishi kerak bizga. Xo'p,
e kubi ham 12 bo'lib qoladi. Keyingisi 18 bo'ladimi? 18. 18 ga bo'linadimi degan javob topishimiz kerak birinchi navbatda. Xo'p. 18 bilan necha? 18 ga bo'lib yuborsam 24 chiqadi. 18 bilan 24. E kub 72, e kubi 6. Keyingisi xo'p, 24. 24 bilan 18 o'zi mana o'z-o'zidan teskarisiga aylanyapti. Endi 36 12 ni ololmaymiz, ha? Keyingisi o'z-o'zidan 72 bilan 6 ni o'zi mana 72. 6. Ha, shu to'rtta juftligimiz. Xo'p, endi keyingisi 97-misolimizmi? Ajoyib. Turli misollar ekan. 97 endi kitobda ham birinchi marta ko'rib turibmiz. 97 kitobda misollar, kitobda emas, kitobda misollardi. X, Y. Tushunishga harakat qiling. Mantig'ini tushunib oling nima bo'layotganini. Endi balki yoshdirsiz boshqa, lekin qiyin emas uni sonlashlanishi. Xo'p, X, Y teng 48 ekan. Xo'p, E kubi 24, bu 48 ekan. Biz E kubini topalamizmi? E kubi nechiga teng ekan? 2 ga teng. E kubi 2, chunki 2 ni ko'paytirmasi 48 bo'lishi kerak-ku. Xo'p, endi o'sha sonlar juftligini topishni boshladik. Demak, ketdik birinchi navbatda qaysi? 2 bilan 24 o'zi juftlik. Keyingisi. Xo'p. 4 olamizmi? 4 bilan 12. 4 bilan 12 bo'linadimi? Yo'q, chunki 4 bilan 12 ni juftlik qilayotgan bo'lsam, ammo unga 2 qo'shib ketyapman xolos, yaxshilab qarang. Bunga 2 ni qo'shdim, 4 chiqdi. Endi qarang, bunimiz 12. 4 bilan 12 ga 2 12 bo'lmaydi, 24 bo'lmaydi, 12 ni o'zi bo'lib qoladi 2. Shuning uchun buni olmaymiz. Keyingisi 6 bilan 8 ni olishim mumkin. Chunki 2 ham 24, umumiy maxraj, ya'ni 2 ham 2 ga bo'linadi 2. Keyingisi xo'sh 8 bilan 6 o'z-o'zidan mana 2 qo'shib ketsam 8 bilan 6 almashyapti. Xo'p, yana 2 qo'shayotgan bo'lsam 10 bo'lmaydi. Xo'p, chunki 48 ko'paytmasi yo'q-da. Xo'p, endi o'z-o'zidan 24 bilan 2 ni o'zi ekanda. 24 bilan 2 chunki ko'paytma 48 chiqish kerak-ku. Bizda mana shu ketma-ketlikda chiqyapti. Xo'p, 98-misolimiz. 98-misolimizga qarasangiz, xo'p, E kubimiz nechiga teng? X, Y'imiz 160 mi? Xo'p, endi X, Y'imiz 640 ekan. Endi ko'paytirsangiz 640, bu chiqish kerak. Demak, E kubi ne chiqadi? Xo'p, 4 chiqyaptimi? E kubi 4 chiqyapti. Bo'ldi. Demak, 4 bilan 160 bitta juftlik. Ham 160. Xo'p, keyingisi ko'paytirsangiz 640 chiqish kerak edi. Endi buni boshqacha yo'li ham bor, qiynalib qolasiz siz. Xo'p, keyingisi 8. 8 ni olamizmi? Xo'p, keyingi juftligimizni 4 qo'shib ketyapman-da. 8 bilan 80. E kubi o'zgarib ketib qoladimi? 8 bilan 80. 12 bo'linadimi 12? 640 12 ga bo'linmaydi-da. 640 bo'lamiz 12. Bo'linmaydi. Xo'p, 16. Xo'p. 16 bilan 40. 16 bilan 40. Xo'p, E kubi to'g'ri. Xo'p. Bu ham 60. Endi ko'paytmasi 640. 16 bilan 40. Ha, 16 bilan 40 da E kubi ne chiqib qoladi? 8 chiqib qoladi deydi. 16 bilan 40. Shuning uchun buni ham olmaymiz, buni ham olmayapmiz. Xo'p, keyingisi 20 bilan 32 bilan 32 ko'paytmasi 640, bu 164. Keyingisi 32 bilan 20. O'rnini almashtiraveraylik-chi. Yoki keyingisi ham 160 bilan necha?
to'rt. Mana shu 4 ta juftlik xolos mana. Mana shular bo'lyapti. Xo'p, 100-misolimiz. 100-misol. 100-misol. E kub x y teng 240. Xo'p, x y teng 1920. Xo'p. Demak, 240 dan unga bo'lsangiz kub ne chiqyapti? Kubi 8 chiqyapti. Demak, juftlik qarang. 8 bilan 240 juftligi bo'lyapti. Xo'p, endi 8 qo'shsam 16 mi? 16 120 bo'lyapti. Mana juftlik. Keyingisi 24 bo'ladimi? 24. 24 bilan 80, mana 2 o'g'il nimasi 240 ekuki, bunimiz 8. Keyingisi xo'p 32. 32 bunga bo'linmaydi. Ekubi ham o'zgarib ketib qolamdi. Xo'p, keyingisi 40 olaylik, ha. Mana 40 bilan 40 bilan 48 bo'laveradi mana keyingisi. Endi teskarisiga ketgandan keyin bo'ldi, o'zini yozib qo'yasiz mana. 48 bilan 40 juftlik. Xo'p. Keyingisi 80-24 mana juftligimiz. Keyingisi 120-16. Xo'p, keyingisi 248. Keyingi ketma-ket to'g'risini yozib qo'ysak bo'ldi. Shular ham ketma-ket juftlik bo'ladi. Mana ikkicha bir xil bo'ldi. Endi takrorlandimi? Demak, o'rnini shunday almashtirib tashlasangiz bo'lgan. 100-misol ham bo'ldi. Xo'p, endi keyingisi iqtidorli o'quvchilar ekan. 101-misolimiz. K soni 40 ga bo'lganda eng kichik k natural sonni toping deyapti. Demak, e'tibor bersangiz k faktorial soni 4040 ga bo'linadigan eng kichik k natural sonni toping. 4040 da ko'paytuvchiga ajratamiz do'stlar. 2, 2020, 2, 1010, 2, 505, 2, 5, 101. Demak, 101. Demak, 4040 teng ekan. 2 ning 3-chisi, 5 ta birinchisi 101. Endi 101imiz. Bizda mana k sonimiz shunday son bo'lishi kerakki, 1 dan boshlab faktorial bilasiz-ku, 1 dan boshlab nimagacha? O'sha k songacha ko'paytirmasi. Shu soningiz 2 ning 3-chisiga, 5 ta birinchisiga 101 ga bo'linishga. Endi 101 da o'zi tub son, boshqa songa bo'linmaydi. Demak, k iz nechiga teng bo'ladi? 101 ning o'ziga teng bo'ladi. Xo'p. Keyingisi. Xo'sh. Xo'p, keyingisi 102-misol. 102-misol. 102-si 6 ga 9 to'g'ri to'rtburchak 54 ta birlik kvadratchani tashkil topgan. Demak, e'tibor bersangiz, men aytdim bitta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta desiga ekan. Desiga 9 ta, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta desiga ekan. Demak, tushyapti. Mana ham tushyapti. Endi diagonal, mana shu 54 ta kvadratcha bor. 54 ta kvadrat 1 2 3 4 5 6 desiga 9 jami 54 ta. Endi diagonali nechta nimaga ajraladi, nechta qismga ajraladi deyapti. Mana birlik kvadrat mana ularda mana. To'g'ri. Demak, diagonalni chizgan bo'lsam, diagonal mana bu. To'g'rimi? Nechta qismga ajraladi deyapti. Diagonal chizaylikchi. Endi qism mana ular. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Yo'q, bo'linmaydi. 12 ta. To'g'rimi? 12 ta qismga ajralyapti. 12 ta qismga ajralyapti. Bo'ldi. Endi boshqa yechim bor, hozircha kelib qolgani shu. 3-chisi.
50 faktorial. 50 faktorial soni qanday eng kichik natural songa bo'linmaydi deyapti. Qanaqa songa bo'linmaydi eng kichigina deyapti. Xo'p, demak 50 faktorial degan 1 dan boshlab nechagacha? 50 gacha sonlar ko'paytirmas. Demak, nechiga bo'linmasligi mumkin? 51 ga bo'linadimi? Albatta, chunki 51 degani 3 kara 17. Buning orasida 3 bilan 17 bor-ku, bo'linadi. 52. 52 ga bo'linadimi? 52 degani 2 kara 26. 2 bilan 26 bor. 53. Demak, nechiga bo'linmaydi? 53 ga. Chunki 53 qanaqa son? Tub son 1 bilan 53 ga bo'linadi xolos. Bu yerda 53 yo'q. Demak, qaysi ekan javobimiz? 53 degan javobimiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi 104. 104-misolimizda agar sonni A raqamini toping deyapti. Demak, 11 faktorial deyapti. Xo'p, 11 faktorial teng 399 1A xo'p 8 0. Xo'p, demak, e'tibor bersangiz, mana soningiz 11 faktorial, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bo'linish kerak. 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi. Xo'p, endi 3 ga bo'linishini tekshirib ko'rishimiz kerak. 3 ga bo'linishni raqamlar yozamiz. 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. Xo'p, 8 ga bo'linadi, 10 ga bo'linadi. Endi mana shu bo'linish belgilarini tekshirib ko'ramiz. Demak, 3 ga bo'linish uchun 3 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 3 ga ham bo'linadi. Demak, A ning qiymati necha bo'lishi mumkin? 0 bo'lishi mumkin ekan, 3 bo'lishi mumkin ekan, 6 bo'lishi mumkin ekan, 9 bo'lishi mumkin ekan. 3 ga bo'linsa, xo'p, endi 6 ga, 3 ga ham 2 ga ham bo'lingandan keyin 6 ga ham bo'linadi. Endi 9 ga bo'linsa, raqamlar yig'indisini bitta topaylik. Raqamlar yig'indisi xo'p 18, 22, 30. Demak, 30 bo'lsa, A ning qiymati necha bo'lishi mumkin ekan? 6 bo'lishi mumkin ekan xolos. O'shanda 9 ga ham bo'linadi. Endi 7 ga bo'linish qoidasi bilan 11 ga bo'linish. 11 ga qo'yilish qoidasi tog' o'rinda turgan raqamlar, jub o'rinda turgan raqamlar yig'indisini ayirmasi edi. Demak, 11 ga bo'linadi. Demak, buni, xo'p, buni qo'shib chiqqanimiz buni qo'shib chiqqanimizdan ayirmasi 0 bo'lishi kerak. 11 ga bo'linayotgan son bo'lishi kerak. Qo'shsak 18. Demak, qo'shsangiz 18. A'miz 6 ga teng bo'lganda. Demak, 11 ga ham bo'linadi. Bu holatda albatta 7 ga ham bo'linadi. 7 ga bo'linish qoidasi boshqacharoq edi. Demak, hammasini o'zi, demak, A ning qiymati nechaga teng ekan? 6 ga teng ekan. Xo'p, 105. 105-misolimiz. 105-misolimiz 12 faktorial teng 47 9 0 A 1 6 0 0 bo'lsa, A raqamini toping deyapti. Demak, 12 faktorial 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 degan. 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi. Xo'p, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. Xo'p, 600 oxirgi 3 ta raqamida 10 ga bo'linadi. Xo'p, endi 8 ga bo'linishini tekshiraylikchi. Xo'p, bo'lamiz. 8 ga ham bo'linadi. Xo'p, endi biz mana qolganini tekshirishimiz kerak. Endi 3 ga bo'linishini tekshiramiz albatta. Xo'p, necha? 11 20 27. Demak, 3 ga bo'linish uchun 0 bo'laveradi. 3 6 9 bo'lishi mumkin. Demak, 3 ga bo'lingandan keyin 6 ga ham bo'linyapti. Endi 9 ga bo'linish uchun qo'shib chiqsam 27 mi? Xo'p, qo'shib chiqdim 27 chiqdi. Demak, A ham teng necha ekan? 0 bo'lsa, keyin 9 ga bo'linyapti. Bo'ldi, endi qolganiga ham bo'linaveradi. Demak, A imiz teng necha? 0 degan javobni olamiz. Xo'p, yo hech bir qanday qiymatda ham bo'lishi mumkin, to'g'ri. Xo'p, demak, 11 ga bo'linish qoidasi buni qo'shib chiqamiz. Xo'p, demak, 12 ga ham bo'linadi, 3 ga ham 4 ga ham bo'lingandan keyin. Xo'p, qo'shsam, xo'p, 13 ga 6 19. Endi bular qo'shib chiqyapti. Noto'g'ri qilib qo'yibmiz. Mana qo'shib chiqamiz. 19 ga 8 11. Demak, 11 ga ham bo'linyapti. Endi 7 ni o'zi qoldi. 7 ga bo'linishini tekshirib qo'yamiz. Demak, A ning qiymati o'shanda kelib chiqaveradi. 0 bo'lsa 0 ligicha qolaveradi.
105 7 ga ham bo'linar ekan. Demak, a'miz qiymati nima ekan? 0 ekan. Xo'p, keyingisi 106-misol. 10 ga bo'linmaydigan ikkita natural son ko'paytmasi 10 mingga teng bo'lsa, bu sonlar yig'indisini toping deyapti. Demak, xo'p, 106. Demak, 10 ming bo'lishi kerak ekan ko'paytmasi. 10 ming degani 10 ning 4-chisimi? Xo'p, bu degani 2 ning ham 4-chisi, 5 ning ham 4-chisi. 2 ning 4-chisi 16, 5 ning 4-chisi 625. Mana ko'paytmasi 10 ming, ha? Ko'paytmasi 10 ming. Ikkalasi ham 10 ga bo'linmaydi. Endi bular yig'indisini so'rayapti. 16 ga 625 ni qo'shib qo'ysam nech chiqadi? Xo'p, 641 degan javob chiqadi. Endi to'g'ri bo'ldi. Xo'p, raqamlar ko'paytmasi ga teng bo'lgan natural son mavjudmi? Ga tengchi bo'lganichi yo shunga teng bo'lganichi deyapti. Demak, 107-misolimiz 2500 raqamlar ko'paytmasi 2500 degani nima degani? Xo'p, 5 ko'paygan 500 degani. Xo'p, bu deganichi 5 ning kvadrati ko'paygan 100. Ha? Xo'p, yana 5 ning kvadrati ko'paygan 2 ning kvadrati ko'paygan 5 ning kvadrati. Xo'p, bu degani 5 ning nechinchisi? 4-chisi-yu 5 ning 2-chisi. Natural son mavjudmi deyapti. Endi biz nima qilib olishimiz mumkin? Raqamlar ko'paytmasiga teng bo'lgan natural son mavjudmi deya, albatta mavjud mana. Shuni o'zida ko'paytuvchiga ajratib olsak, biz xohlaganimizcha yozaveramiz. Misol uchun, u sonimiz 5, 5, 2, 2, 5, 5 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Demak, yoki u sonimiz 25, 4, 25 bo'lishi mumkin mana o'sha sonimiz. Yana nima qilib yozishimiz mumkin? Turli xil ko'rinishlarda yozishimiz mumkin misollarda hozir biz. Albatta mavjud. Endi 2110 ga tengchi deyapti. 2110. 2110 ko'paytuvchiga ajratib olamizmi? 2 ga bo'lsa nech chiqadi? 1055 chiqar ekan. 55 5 ga bo'linadi. Mana yettachi adashib ketibman. Ko'paytirsam 10, 10 ni ko'paytirsam mana yettita adashib ketibman hozir. Mana bu yerda adashib ketibman, lekin bunisi to'g'ri. Xo'p, endi bunimizniki 5 ga bo'lib yuborsam 211. 211 ga bo'linadi. Endi raqamlar ko'paytmasi bu chiqmaydi hech qachon, to'g'rimi? Raqamlar ko'paytmasining desoni bu 2, 5, 2, 11 bu sonimiz. Ko'paytirib yuborsam raqamlarniki juda kam chiqadi, demak buniki yo'q, mavjud emas. Keyingisi ham 1900, bu ham mavjud emas. Xo'p, keyingi savolga qarasangiz 108 da 5 ta shunday murakkab ikki xonali son mavjudmi? Endi o'zi qarang. Murakkab son. Misol uchun necha mavjudmi? Ulardan ixtiyoriy ikkitasi o'zaro tub son bo'lsin. 5 ta son olishimiz kerak ekan. Xo'p, 11 olaylik misol uchun. 24 olaylik. 11 olaylikmi? 11 murakkab son emas. 22 olaylik. Murakkab. Xo'p, 25 olaylik. Mana murakkab son. Yana necha olishimiz mumkin? 40 olishimiz mumkin mana. Xo'p, 36 mana ixtiyoriy deyapti, to'g'rimi? Shunday 5 ta murakkab ikki xonali son mavjudmi deyapti. Xo'p. 49 mana. Ixtiyoriy ikkitasi o'zaro tub son bo'lsin deyapti. Ixtiyoriy ikkitasi 49 bilan 22 o'zaro tub bo'linadi.
lekin 25 bilan 40 bo'lolmaydi. 36 bilan bu bo'lolmaydi. Ixtiyoriy tanlaganimizda qilolmaymiz-da. Demak, mavjud emas. Murakkab son bo'lgandan keyin yo 2 yo 4 shularga bo'linib qoladi-da, 2 yoki 3 larga. Demak, biz buni ola olmaymiz. Keyingisi o'zaro natural sonlar deyapti. 109. Natural sonlar ixtiyoriy qiymati soni har doim o'zaro tub bo'lishini isbotlang deyapti. Demak, 2n plus 3 3n plus 4. Xo'p, endi n ga 1 qo'yib ko'rsam, m ga 1 qo'yib ko'rsam 5 bo'ladi, 1 qo'ysam 7 bo'ladi. O'zaro tub bo'ladimi kelasi? Bo'ladi. Nega 2 qo'ysam? 2 qo'ysam 7 bo'ladi. 2 qo'ysam 10 bo'ladi. O'zaro tub. Mana n ga 3 qo'ysam, mana 3 qo'ysam 9, 3 qo'ysam 13 mana. Har doim holatda o'zaro tub. Keyingisi 110. Endi bunga nima yozib qo'yishimiz mumkin? N tegishli natural son deb qo'ysam, mana keyin yana ham to'g'ri bo'ladi. Natural son deb qo'yib ketaveryapmizmi? Javob ketaveryapti. Bu o'zaro tub natural sonlar uchun 7a teng 8b. Tenglik o'rinli bo'lsa a plus b ni top. A b o'zaro tub sonlar ekan. Demak, a ni o'rniga 8, b ni o'rniga 7 qo'ysam bo'laveradi. Demak, yig'indisi nima bo'ladi? A plus b 15 bo'ladi. Bu chunki ikkovi teng bo'lishi uchun bu 8 ga, bu 7 ga teng bo'lishi kerak. Demak, yig'indisi 15 albatta. Xo'p, mana 3-mavzumiz ham yakunlandi, hamma mavzumiz. E'tiborlar uchun rahmat. Bu videolar qayta-qayta ko'rib chiqamiz tushunmagan joylarni.